onaxonlarimiz mana ertalabki marafonda qatnashayotganlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sog'lig'ingiz yaxshimi? O'zlaringiz yaxshimi? Charchamayapsizlarmi? Mana aka, yaxshimisiz? 5000 qadam sizga qanday foyda beryapti? Hamma yoqqa foydada. Hijratga, oyog'ig'irga, belog'irga hamma yerga davo. Ha, ertalab nechadan nechagacha mana shu nima qilasiz? Soat endi 5 dan turib olaman, bilmayman. 5 dan turib olib qarang'i tong otgandan yurib boshlaymiz-da. Qanday foydasini bilasizmi shu 5000 qadam yurishingizda? Foydasi bir 20 yoshar, 25 yoshar yigitga o'xshab qirsillab yuribmiz-da. Ha, yaxshi. Yoshlarga, o'zingiz tengqurlaringizga qanday maslahatlar berasiz? Marafonga qatnashish jalb qilish uchun nimalar degan bo'lardingiz? Sizlar ham ertalabdan turib, yugurib, hijratga qilib yursanglar, marafonga qatnassanglar, sog'lom, baquvvat bo'lasizlar. Dori-darmon, mana ximikatlardan ancha mana yiroqda bo'lasizlarda, to'g'rimi? Xuddi shunday. Ortiqcha ximikatlardan. Mana eng aktiv akamiz mana shu o'rtoqlari bilan har kuni ko'raman, har kuni mana shu yerdan o'tib shug'ullanadi.